kunda yaxshi otlardan bittasi Sherobodda yaxshi ukamiz bor, Xurshid polvonning Chinori bor. Nima ustunligi bor mana Chinorda endi? Chinorda chayir ot, uloq tekkandan keyin chiroyli qochadi. O'sha ot bor. Keyin Muzrabotda Qosim akani Sharrasi bor. U ham zo'r ot. Uni nima ustunligi? U ham uloqqa chiroyli kiradi, qattiq qochadi. U ham uloqni olganingizdan keyin nima deydi, u chiroyli ayiradi-da. Odam havasi keladigan otlar. Yana bittasi Sarasiyoda Sanjarbek rais deydi, ukamiz. O'shaning Sharra degan oti bor. U ham chiroyli. Zo'r ayiradi. Qolaversa, o'zimda hozir shuncha kunduz Drakon degan otim bor. Endi metandi uni uni bir narsa deya olmaymiz. Drakon degan otim bor. Xudoga behisob shukr, bu bilan hozir endi 8 ga kirdi. Bu yil ham chiroyli marralar qilib berdi. Qashqadaryoda yaxshi otlar ko'pdi, Surxondaryoda chavandozlar ko'p deydi. Shu fikrga siz qanday qaraysiz? Yo'q, u fikrga unchalik men bu fikrlarda qo'llab-quvvatlamayman. To'g'riroq aytsam, Surxondaryo, Qashqadaryo ikkovlasi bitta el. Buni yo siz qo'ymagansiz, yo men qo'ymagan, bu ota-bobolarimizdan Surqash deb kelyapti. Haqiqatan ham endi Surxondaryo bilan Qashqadaryoning ulog'i bir xil. Bir xil uloq. Qashqadaryoning chavandozlari ham kuchli, Surxondaryoning chavandozlari ham kuchli. Lekin Qashqadaryoda juda ot ko'p. Sabab nima deb o'ylaysiz ot ko'pligiga? Bu Qashqadaryoda shunaqangi odat kimlardir bizda mashina olsa, ularda ot oladi-da. To'g'rirog'i. Demak, otga qiziqish, ularda juda borsangiz, muxlislar ham juda uloqqa qiziq. Qor yog'adimi, muz yog'adimi ketmaydi, oxirigacha turadi. Qashqadaryoda bizga qaraganda, endi Surxondaryo zo'r, endi yomonlamaymiz. Endi bizga qaraganda Qashqadaryoda ulog'i ham ko'p, muxlisi ham ko'p, chavandozi ham ko'p, otlari ham ko'p. Buni tan olish kerak. Buni tan olish kerak. Unda hozir bunday desangiz, ayrim negativchilar gap chiqaraveradi. Ular endi mayli, endi bekorchi ishni qilaversin, nima deymiz ularga? Hammasi o'zining fikri, lekin haqiqatan Qashqadaryoda zo'r polvonlar, zo'r chavandozlar bor. Zo'r otlarga gap bo'lish mumkin. Endi Odil Chobaxon mana shu yoshligidan bugundadir eng qoyil qolgan 3 ta chavandoz oilasidan tashqari. Shu kecha kunduz. Qachon oldingi mana bugungi kundan keyin alohida. Qashqadaryoda Jamolxon Eshonbobo bor, ustozimiz. Toshkentda Qudrat xo'ja. Hoji akamiz endi u odamga legenda, unga havas qilmasangiz bo'lmaydi. Surxondaryoda kelsak, endi Surxondaryoda eng fajoat bilan chopadigan, chiroyli chopadigan rahmatli Fayzi bobom bor edi. O'sha. Qarang, bugungi kunda mana Odil Chobaxon qaysi yosh chiqqan hozirgi kunda Surxondaryoni o'rnini oladi va kelajakda ham shu Surxondaryoni o'rni qayerga bo'lsa, Samarqand va qayerga bo'lsa oladigan yigitlar deb 3 ta chavandozga 3 ta chavandozga keladigan bo'lsak, hozir shu kunduz birov endi yaqin otamning do'stining o'g'li Nursulton Chobaxon, Nurchik Chobaxon deymiz. Juda kuchli chavandoz, odam havas qilsa arziydigan inson. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, o'sha aytib o'tgan Nurullo boboni o'g'li O'ral Chobaxon ham chavandoz ham kuchli, zo'r. Unga ham tan berish kerak. Yana bitta chavandoz. Endi mendan xafa bo'lmaysizlar, 3 ta so'radi. Endi uchalasini aytaman. Hammalaring zo'rsizlar men uchun. Ukamsizlar, shogirdimsizlar. Lekin majburman hozir uchalasini aytishimga. Yana bittasi Denovdan Omon Chobaxon rahmatlining nevarasi Rembo Chobaxon deydi. Endi ukajon ismingni bilmayman, lekin Shahzod. Rembo degan yaxshi Shahbul. Shu. Rembo degan yaxshi chavandoz ukamiz bor. Yo'q, bu Surxondaryoda haqiqatan chavandozlarimiz juda ko'p. Hozir yosh yigitlar chiqib kelyapti. Mana Jarqo'rg'ondan Asad degan ukamiz bor. Zo'r chopyapti Asad ham. Yana kim desak bo'ladi? Bu Sherobodda yaxshi ukalarimiz bor. Uloqchilar yigitlar biz sanayman desam, bir-biridan xafa bo'lib qoladi. Men aytmadingiz. Bular hammasi zo'r men uchun. Hammasi omadini bersin. Hammasiga bu yilga nasib bo'lsa sezonda omad tilab turamiz. Faqat qayerga borsalaring, Surxondaryo, Qashqadaryoning o'rnini olib bersalaring bo'ldi. Birinchi yutug'i Nursultonni o'ta og'ir, bosiq, vazminli Chobaxon. Uncha-muncha narsaga jahli chiqib ketavermaydi menga o'xshab, to'g'ri, sal men jahlim tezroq.
bosiq chavandoz. Uloqni juda mahkam ushlaydi. Endi buni Nursultonga ta'riflasak, Nursultonning bosiqligi, uning xulq atvori bitta yutug'i. Ikkinchi yutug'i kuchli, baquvvat yigit. Uloqni qattiq mahkam qilib bosadi. Bu ikkinchi yutug'i. Uchinchi yutug'i uni chavandoz bo'lganida